Assalomu alaykum. Barchaga xayrli kun. Chorva olami obunachilari hamda bo'g'oz ishqibozlari. Mana bugun sizlarga sinalgan, sifatli zo'rlaridan bo'g'ozlarni Savaysk shvet deganga Savaysk shvetlaridan olib kelganmiz. Amir kelishgan sifatli birinchi qoringa dahshat udorlarini kelgan mana aka-ukalar. Ko'rishlaringiz mumkin. Savaysk toza shvetlaridan mana kelgan. Hafta kuniga aka-ukalar chorshanba 2025-yil 19-noyabr sanasida turibmiz. Manzilimiz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Kalvay qishlog'idan bo'ladi. Ya'ni o'zimizning xonadonda o'zimizning bo'g'ozlarimizni sotuvga qo'ydik. Aka-ukalar. Yaqin degan aka-ukalarga tug'ishi yaqinidan, uzoq kutmayman deganlarga mana yaqinidan ham kelgan. Taylarni qarang buni. 30 million, 35 millionlik molni tagini beraveradi aka-ukalar. Yevichi zo'r. Tanijoni sog'lom, aybi nuqsi yo'q. Birinchi qoringa akalar. Biz bergan ma'lumoti, sifati, narxi to'g'ri kelsa, pastga telefon nomerlarini qoldirib qo'yamiz, bemalol telefon qilaverasizlar. Ma'lumotini berishni ko'p kuttirmasdan boshlayveramiz. Aka-ukalar, bu 8 oydan o'tgan bo'g'oz, xudo xolasa 20 kun hayali qoldi. Kurashchi 2 dona, yeb ichishi zo'r, tanajoni sog'lom, aybi nuqsi yo'q edi. Hamma yeri kelishgan, mana sifati ham o'ta yaxshi. Puliga yarasha, hammasi ham o'zini puliga yarasha. Puli yengili bu. Akalar, tug'ishi yaqin, pulini yengili. Bitta sigirni ham mashalar tug'sa, xudo xolasa 28 millionga bermaysizlar, nojin tug'sa ham akalar. Nojin tug'sa ham 28 millionga bermaysizlar. Bittadan xudo xolasa yoniga bitta bolasi tushib qoladi. Xo'p, ma'lumotni berishda davom etamiz. Kurakchi 2 kurak. Boylari 1.20 akalar. Ravno chiqdi, o'lchadim. 1.20 ga olaverasizlar. Xudo xolasa 20 kunda tug'adi. Yeb ichishi zo'r, tanijoni sog'lom, aybi nuqsi yo'q aka-ukalar. Xo'p, akalar, buni narxi yengil. Narxiga 22 million yana kami bor, o'tib beramiz. Vodiy bo'ylab dastavkasi ham bor. Besplatni vodiyga, vohalarga ham chiqaveradi, dastavkasi bor. Vohalarga kelishilgan holatda. Vohalarga sotadigan bo'lsak, aka-ukalar, ozgina kartamizga zakalatini tashab berasizlar. Qolganini mollaring sog' salomat yetib borgandan keyin shopir akalarimizdan pulni berib chiqarib yuborasizlar. Xudo xolasa liniyalarimiz bor vohalarga ham akalar. Hamma yeri kelganidan 22 million kami bor. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Biz aytaveramiz, sizlar so'raverasizlar. Xaridor hamisha haq bo'ladi. Qancha so'rasalar ham sizlar haqsizlar akalar. 12 viloyatning bozoriga, YouTube kanallariga taqqoslab, telefon qilib akalar kelishaveramizlar. Xo'p, Savaysk shvet. O'tda zo'ridan mana kelgan aka-ukalar. Birinchi qoringa. Kurakchini chiqarmagan hali buzuq. 7 oydan o'tgan bo'g'oz, 7 oylikka olaverasizlar. Yuvashliklari juda yuvash. Taglari ham, tutaylari ham to'rt joyda joylashgan. Mana. Savaysk shvet so'ragan akalarga. Ko'tlari ham o'ta kengadan, turbuchcha korobkasidan kelgan. 7 oydan o'tgan bo'g'oz, kurakchi chiqmagan akalar. Uni bo'yi 1.24 chiqdi akalar, o'lchadim. Kurakchi chiqmagan. Hali 7 oydan o'tgan bo'g'oz, sizlarga 7 oylikka beraveramiz. Xo'p. Akalar, endi hammasi ham sifatiga narxi taqaladi.
Bunisini 30 million kami bor. 7 oydan o'tgan bo'g'azimizda. Telefon qilasizlar, buni ham kelishamiz. 24 soat telefonlarimiz yoniq, kechib qoldi, boshqa bo'lib qoldi demasdan telefon qilaverasizlar aka-ukalar. 7 oydan o'tgan bo'g'az 7 oylikka beramiz. 30 million so'm kami bor. Kelishtirib beriladi. Dastavkalarimiz bunga ham o'sha vodiy bo'ylab bor. Vohalarga kelishilgan holatda. Maza qilib uzoq yillar boqaman deganlarga ana, Xudo xolasa bolasi Novvosidan ekan akalar. Onamiz. Telefon nomerlarimiz 95lik 059 33 36. Bemalol telefon qilaverasizlar akalar. 24 soat telefonimiz yoniq. Kechib qoldi deb xijolat qilmasdan, nechida bo'lsa ham kechqurun 11, 12 mi, 1 mi bemalol telefon qilib aloqaga chiqsalaring, labbay akajon deb olaveramiz. Bitta bular emas akalar. Ma'lumotlarimiz sotilib ketsa, tagi 10 bor, seroq. Bizga kelaveradi, ketaveradi akalar. Sababi tirikchilik. Shunaqa qilib telefon qilaverasizlar. YouTube'da qachon bu videoni ko'rsalaring ham bemalol telefon qilib, qachondirlar Telegramga mollardan bo'lsa tashabering desalaring, tashab berilaveradi. Muammosi yo'q akalar. Bo'ylari 124. Aka-ukalar, kanalimiz rivoji uchun sizlardan iltimos like bosib obuna bo'lishni unutmaysizlar. Obuna va podpiska degan yozuv chiqadi, o'sha ikkovidan bittasini bosib qo'yasizlar. Kanalimiz rivoji uchun. Sog' bo'linglar akalar. Aloqaga chiqaverasizlar bemalol.